Sentyabr oyida uzilgan noklarimiz xudo xolasa sap-sariq bo'lib sotuvga tayyor. Do'stlar, ko'p joylarda dilafruz, ko'p joylarda koson noki bilan mashhur. Erta bahorgacha saqlanadigan nokimiz shu bo'ladi. Yaqinroq ko'rsatib qo'ying. Dehqon gaptadan laykni bosamiz, o'zimiz O'zbekistonda bo'lyapti. Kim bundan boqmoqchi bo'lsa, ko'chat kerak bo'lsa, Farg'onali bog'o kanalidan sotib olishlari mumkin. Buni mevasi ham sotiladi. Ko'p do'stlar, mevasi ham juda yirik, zo'r bo'lgan, rangi ham Eronning nokidan qolishmaydi. Mana birorta dog'i yo'q. Hamma joyi sap-sariq bo'lib sarg'aydi. Juda shirin suvli nok. Kim to'yga yo marosimlarga kerak bo'lsa, xudo xolasa dastlabki qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Mevalarni hammasi mana bir xilda. Mana shunaqa yashiqlarga terganmiz. Keyin bu nokka обязательно suv qo'yish kerak. Suv qo'ysak tirishib qolmaydi noklar. Paqirlar, cheliklarda suvlar qo'yib qo'yganmiz. Sog'lamni olib qo'yib, mana bu tomonlarni olib keldim. Mana noshit holatiga baho berasizlar do'stlar. Mana Eron nokidan qolishmaydi, juda chiroyli, sap-sariq